Qaychiquda bo'lsa nimalar bo'ladi? Kiyimimni dazmollab qo'ying deb ish buyuradigan qaynisining endi senga kelin. Qani boring, ovqatlaringizga qarang, dazmollarni qilib qo'ying, tezlashing kelin. Qaychiquda bo'lish bu ering senga nimadir qilsa, singlisiga ham nimadir bo'lishi mumkin. Qo'ling singir kuyov qizimni uribdi. Nimaga uradi? Voy, qarang, buncha tez xudodan qaytibdi. Ikkinchi tarafi bir-biridan qasos olish mumkin. Oyi, qaynonam ovqat sho'r qilibsiz deyaptilar. Voy, menda qarshi qurol bor-ku. Voy, kelin, nima ovqatni sho'r qilib qo'yibsiz? Kelin, men bu yoqlarni chala supuribsiz-ku. Oyi! Hozir boplayman. Kelin, mabtlarni chala supuribsiz. Hali supurmadim-ku, oyijon. Mabodo keyin supursangiz ham chala supurasiz. Mehmonga borganda kelinga ko'p ish buyurib yuborish kerak emas. Boykeni, anu soatlaringizni ham sog'indim de. Rosa xrustyashli baklajan, Sezar olivye qilib bering. Xaf bo'ladi-da. Hali o'zing kelin bo'lishing bor-a. Bugun oyijonim xonim manti chuchvaralarni yegilarga olgan ekan. Qani tez qilib tashlaychi kelin. O'zi boshida ikkita tomon ham ajrashmasligi uchun qilingan g'oya keyinchalik pushaymon qiladi. Voy, bekor qaychiquda bo'pmiz. To'g'ri aytasiz. Umuman kerak narsa emas edi, shu. O'zi bekor qaychiquda bo'pmizda. To'g'ri aytasiz. Umuman kerak emas narsa ekan shu. Qayninalar bemalol gapira olmaydi. Qizidan qaytishidan qo'rqadi-da, lekin yaxshilik ham javobsiz qolmaydi. Oyijon, keling, yelkalaringizni masaj qilib qo'ying. Qaynonangni ham masaj qilib qo'y. Oyijon, keling, yelkalaringizni o'zim massaj qilib qo'yaman. Oyijon, anchadan bir sochingizga shampun qidirib yuruvdingiz, topdim mana. Sanam qaynonangga shampun ber qizim. Oyijon, mana sizga trichap sovg'a. Aynan siz uchun здоровый длинный сильнийdan oldim. Sochlaringizni sog'lomlashtirib, uzunlashishini ta'minlaydi. Sulfatsiz Hindiston mahsuloti. Voy, ishlatganman, bilaman, kelin. O'zim moyim ham ishlatganlar, rostdan foydasi bo'lgan. Lekin baribir oxiri kimnidir sabri to'ladi. Mana qizinglar, men ortiq bilan yashamayman, bo'pti. Seni nima qilyapsan bu yerda? Erim qayda bordi? Endi esa kelinlarni obmen qilishga yo'lga chiqishadi. Xotinimni olib ketgani keldim. Mana kelininglar, alishib olaylik shunda. Voy, mana biz ham tayyor qilib qo'yganmiz, qizim bor, alishib ol.